Assalomu alaykum. Yana bir bor barcha azizlarimizga sizlarni ko'rganimdan judayam xursandman. Bugun shanba, oldingi safar va'da berganimizdek, biz aytgan edik, erkin suhbatlashamiz deb. Yaqinda bittasi menga aytayapti, birodar shunday tashkil qiling yig'ilish, do'stona suhbatlashaylik deydi. Aqlli gaplar bilan emas deydi, hayotdan salgina tirik muloqot bo'lsin deb aytdi. Biz albatta o'sha birodarimizni fikriga e'tibor bergan holda, qabul qilgan holda, birodarimiz agar shu yerda bo'lsalar, shu aytgan odam, mana erkin suhbatlashyapmiz. Bizda vaqtimiz bor, 1 soatcha bugun suhbatlashishga imkonimiz bor. Shu uchun aqlli gapdan emas, oddiy hayotiy gapiraylik, odamcha gapiraylik deydilar. Aqlli gap emas, biz nima gapirsak muqaddas kalomdan gaplashamiz, muqaddas kalomga asoslanib gaplashamiz. Bugun erkin suhbatlashamiz. Hech qanday bizda bir nima deydi, bir rasmiy yig'ilish emas, oddiy aytganlaringizdek oddiy gaplashib suhbatlashamiz. Men ham sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlar bilan gaplashkim keladi, chunki bizlar hamma O'rta Osiyoliklar odam bilan bizlar nima deydi, yashaymiz. Odamsiz biz yasha olmaymiz. Muqaddas kalom aytadi, bu dunyoni bevafo boyliklaridan foydalanib do'stlar orttiringlar deb yozilgan. O'sha uchun men juda ham xursandman bugun sizlar bilan diydorlashib, mana shu onlayn bo'lsa-da yuz ko'rishib turganimizdan shaxsan men juda ham xursandman. Va'da berganimizdek erkin suhbatlashib, savollaringizga birgalikda muhokama qilamiz. Faqat men oldindan bilmoqchiman, mikrofoni ochiq bo'lishi kerak, xohlagan vaqtda kira olish kerak-da. Mehrinso singlim, shularga siz unaqa bering, imkoniyat bering. Keyin bitta salom alik qilsalaringiz, men shu bilaman, hammalaringiz kira olyapsizlar. Test uchun mikrofonlaringizni yoqib bitta ovoz beringizlar. Shu yerdamisizlar? Assalomu alaykum barchaga. Ovozingiz bor. Assalomu alaykum hammaga. Xudoning tinchligi bo'lsin. Bizlar shu yerda. Juda ham yaxshi. Yaxshi, bugun erkin suhbatlashamiz. Muqaddas kalomga asoslangan holda savollaringiz bo'lsa, mana shu chatga yozsangiz, to'g'ridan-to'g'ri men ko'ra olaman. Birgalikda suhbatlashamiz. Yoki kimdir qo'l ko'tarmoqchi bo'lsa, mayli imkon bersangiz, birgalikda ko'rib chiqamiz o'shani savollariga javob. Xo'p, bitta savol berganlar, o'shani ko'raylik qani, birgalikda gaplashamiz o'shani. Juda ham ko'p savol bor ekan. Botir aka, assalomu alaykum. Xursandman ovozingizni eshitganimdan. Demak, hozir birgalikda mana shunday xuddi podkastdek qilsak bo'ladi. Agar xohlasangiz, kameralaringizni yoqib gapirishlaringiz ham mumkin. Zerikarli bo'lmaslik uchun. Agar xohlasalaringiz, agar xohlovchi bo'lmas, kamerani o'chirib gapirsalaringiz ham bo'ladi. Qiziq savollar bor. Qarang. Salom, yangi hayot jamoatiga deb aytgan, menda savol bor. Har bir dinda umumiy qonun-qoidalar bor. Yurish-turish, hatto kiyinish. Yana ko'p qoidalar, lekin masihiylar ko'pincha umuman bunga amal qilmaydi. Nega deb savol beryapti va bir savolim, Injilda qanday umumiy qoidalar aytib o'tilgan? Kiyinish haqida Injilda bironta shunaqa boshqa dinlarda berilgandek qonun-qoida bormi? Kiyinish haqida, ayol erkaklarning kiyinishlari, ayollarning kiyinishlari haqida Injilda bormi shunaqa joyi deb W profildan xat yozilgan. Chunki men va'da berganman, xatlaringizni olib, o'qib, savolga javob berishga harakat qilamiz deb aytganmiz. Savol juda ko'p bo'lgani uchun eng uzog'i bilan 6 minut. 6 minut ichida mana shu savolga javobni lo'ppa qilib, tushunarli qilib, oddiygina soddalashtirib tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi. Kim birinchi javob bermoqchi mana shu savolga? Masihiylikda ayollarning kiyinishi haqida yoki bir qandaydir urf-odat, qonun-qoida bormi va nima uchun amal qilmaydi deb aytgan? Masihiylar amal qilmaydimi kiyinishga? Kim javob bermoqchi? 5-6 minut ichida javob berishimiz kerak, chunki boshqa savollar ham bor. Assalomu alaykum hammangizga avvalambor. Eshituvsizlar meni, Aslanbek? Ovoz juda ham yaxshi kelyapti. Bemalol. Xudoga shukr, yaxshi. Tabiiyki, muqaddas kitobda bu savol borada ko'p muqaddas oyatlar bor. Endi bu yerda xotinlarning ham, erkaklarning ham muqaddaslarga yarashgan shaklda kiyinmagini muqaddas kitob bizga o'rgatadi. Ko'p yerda ochiq aytadi buni. Ammo bizlar ko'p
hayotda problemalarga uchraymiz, chunki masihiylik degan bir madaniyat bilan, bir xalq bilan cheklanmaydi. Xudoga shukur, butun dunyoda dunyoning har bir xalqlaridan, har bir millatlaridan bo'lgan masihiylar bor. Ko'plancha bizlar muqaddas kiyim degan vaqtimda qaysi madaniyatdan kelgan masihiylarningki muqaddas kiyim, ya qaysi davrlardagi kiyilgan kiyimlar muqaddas kiyim deb aytishda biroz qiyinchiliklar chekamiz. Chunki bilasizlar, kiyimlar ham modalar endi o'tkab turadi asrdan asra, nasldan nasla. Misol uchun 50 yil, 60 yil bundan burun kiyiladigan kiyimlar bugun erkaklar bizlar ham kiymimiz, boshqa xil kiyimlar kiyamiz. Ayollar ham shunday. Turli millatlar ichida ko'ramiz, har bir millatning o'zining milliy egin boshlari, egin eshiklari bor. Endi qaysisi bularning muqaddaslara yarashan kiyim deb aytsak, onda hamisha tortishib bilamiz. Bizlarning o'z kiyimimiz o'zimizga ma'qul, boshqa millatlarningki o'zine ma'qul. Ammo muqaddas kitobda bu borada aytadi ve men aytamanki, erkak bo'lsin, ayollar bo'lsin, xotinlar bo'lsin, ochiq sochiq, yanqiday dunyoda har bir ochiq kiyinadigan odam o'zi bir zotlar o'zini ko'rsatmak uchun qiladida, bu ichki dunyosina bog'liq bo'lgan zot. Shuning uchun muqaddaslarga kelishadigan kiyim bu ochiq sochiq bo'lmagan, uyat getirmaydigan madaniyatda ve jamoatda qabul qilinadigan egin eshiklari muqaddas kiyimlar deb hisoblayman men. Hozir oyatni topsam, oyati bilan ham paylashaman. Rahmat Botir aka, siz oyat bilan tayyorlanib turing. Kozim aka, sizga navbat bermoqchiman. Sizda qanday muqaddas kalomdan asoslanib qayerni ko'rsatib bera olasiz va qanday o'ylaysiz? Bu haqiqatdan muhim savol. Rabbimiz bu haqida aniq bir naqa berilmagan, mana shuni kiyinma degan ko'rsatma yo'q, lekin o'sha ichki ma'no berilgan. Oriyat bilan kiyininglar degan so'z ichida o'zi har kim o'zini mana shu masihiy hayoti yoki vijdoni birovni vasvasasiga solmaslik, shu oriyat deganda shu birovga shu ziyon yetkazmaslik, shahvoniy demoqchiman. Shuning uchun bu yerda kalomda ko'p bor. Bu 1-Timofiy 2-bob 9-oyatni ham o'qisak bo'ladi. Chunki hozir birdan savol berilgani uchun mana shu oyatni hozir Jamila, siz she'rdan o'qib bering. Nima dedingiz, nechinchi oyat? 1-Timofiy kitobi 2-bob 9-oyat. Aha, topdim. Xotinlar soddagina did bilan kiyinsinlar. Ular sochiga ortiqcha oro bermay, oltin va marvarid taqinchoqlar yoki qimmatbaho kiyimlar bilan emas, balki or-nomus bilan bezansinlar. Amin. Keyin mana bu joyini o'qib bersangiz, 1-Pyotr kitobi 3-bob 3 bilan 4. Sizning jozibangiz o'rilgan sochlar, oltin taqinchoqlar, chiroyli kiyimlar kabi tashqi zeb-ziynatdan iborat bo'lmasin. Ammo qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning so'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Xudoning nazarida bunday go'zallikning qadri yuksakdir. Amin. Men shu yerda bitta narsani hozir tushuntirmoqchiman. Xudo aytayaptiki, shu taqinchoqlar, bezanish gunoh demayapti. Ayollar o'ziga qarashi o'sha gunoh hisoblanmaydi, lekin o'sha oriyat degan chegarani buzmasligi kerak. Yana Xudo bir narsani ochmoqchiki, yaxshi odam chiroyli yurishi juda yaxshi, bu toza, ozoda yurish kerak. Lekin o'sha inson mana tashqari odam chiroyli kiyinsa baribir o'sha priyatniku, shu chiroyli kiyinsa o'sha o'zi ham chiroyli ko'rinadi, boshqalarga ham bir priyatni, o'zi odob bilan yurgan inson, sochlarini tarab, yuziga qarab, odob bilan yurish bu juda Xudoga ma'qul. Lekin Xudo aytayapti-ku, o'sha kiyim seni chiroyli qilyapti, to'g'rimi deyapti, ha. Lekin kamtarinlik, soddadillik undan ham seni chiroyliroq qiladi. Sen o'zing tanlashing kerak deb aytayapti Xudo. O'zingga qarasang bir qissa, ichki go'zalligingga 10 qissa qara. Chunki kiyim seni chiroyli ko'rsatishi yaxshi, lekin ichki kamtarinlik, soddadillik seni yanada chiroyliroq qilib ko'rsatadi.
chunki bizlar ham odam bilan muloqot qilganimizda birinchi tashqi qiyofasini yoqishi mumkin, keyin xarakteri bizga juda ham yoqib qoladi. O'sha odamga mehringiz tushib qoladi, o'sha odamni yaxshi ko'rib qolasiz, chunki kiyimi uchun emas, tabiati uchun u odamga juda qattiq bog'lanib qolasiz. Shuning uchun Xudo bizda e'tiborimizni o'zingga qarashing gunoh hisoblanmaydi. Lekin Xudo aytayaptiki, ichki go'zallik qilsang hayotda baxtliroq bo'lasan. Oilada, do'stlarda, o'sha ishxonangda, kollektivda seni hamma yaxshi ko'rib qoladi. Shuning uchun e'tiborni yoki fokusni deydi, tashqiga faqat qaratma, chunki baxtsiz bo'lishi mumkin inson. Juda chiroyli bo'lishi mumkinki, xulqi yaxshi bo'lmasa, oilasi baxtli bo'la olmaydi. Shuning uchun Xudo ham aytayapti-ku, ichki go'zallik bu Xudoning qadri aziz va baxtliroq bo'lasan. Shuni tushuntirmoqchi edim. Rahmat. Men o'ylayman, mana shu kiyinish haqida birodarim aniq tushuntirib berdilar. Yana bormi kimda mana shu kiyinishi haqida kimdadir bir qo'shimcha muqaddas kalom bizni o'qiyotgan ta'limimiz nima deb aytadi? 5 minut uzog'i bilan, ko'p emas, chunki vaqtimiz chegaralangan. Kimda bo'lsa bemalol javob berish mumkin. Marhamat. Men javob bermoqchiman, eshitilyapmanmi? O'zingizni shunday tanishtirib o'tsangiz, biz bilaylik kim biz bilan gaplashyaptilar. Men Abduqahhor, men 35 yildan ortiq ma'ruza o'qiyman ibodat uyida. Yoshim 70 dan oshdi, ko'p o'qiganman Xudoning so'zini. Eshitilyapmanmi? Ovoz yaxshi kelyapti. Marhamat Abduqahhor aka. Kelyapti, ovozingiz kelyapti aka. Bemalol. Muqaddas kitobda aytiladi, ayol kishi erkak kishini kiyimini kiymasin deydi, erkak kishi ayol kiyimini kiymasin deydi. Bu jirkanch deydi. Biz bilamiz, mana shim bu erkaklarni kiyimi bir xil aytadi, ayollar erkaklarcha ish tutsa shim kiyib olgin deydi. O'shanga bizda mana biz ibodat uyda shim kiyilmaydi. Shim kiyib birovlarni vasvasa qilish bu mumkin emas. Chiqib odamlar vasvasa qilmaydigan kiyimlar kiyish kerak, chunki kim vasvasa qilsa deydi, uni holiga voy deydi. Muqaddasga xos kiyinish kerak, yashirin yurish kerak, hamma joyi odamlar vasvasa qilmaydigan kiyimlar kiyish kerak. Qolganini aytishdi, qolganini qo'shilaman gaplarga. Shuni aytmoqchi edim. Rahmat birodarim. Yana bormi biron kishida? Savolni men yana eslatmoqchiman. Bu yerda biz savol bergan. Boshqa dinlarda kiyinish qoidasi bo'lgani kabi masihiylarning ham kiyinish qoidasi bormi? Bo'lmasa nima uchun amal qilmaydilar deb yozgan savolga birodarlarimiz javob beryapti. Lekin bizni mana shu Iso Masihni izdoshlari sifatida biz shu Isoga iymon keltirgan odamlarda ham bizlar kiyinishga albatta e'tibor berishimiz kerak. Gohida masihiylik desa ko'chadagi albatta sariq odamlarni tushunadi. Lekin Iso Masih yashagan davrda madaniyat xuddi o'zimizni O'rta Osiyoning madaniyatidek, ko'rpacha bo'lgan, yostiqda yonboshlab uxlab qoldi deb aytayapti. Misollar keltirgan vaqtida ham bir insonni uyga mehmon kelib qolibdi deydi, u deydi qo'shnisidan borib menga non berib tur. Bu O'rta Osiyolikning madaniyatlariga yaqin tushuncha misol. Bu yerda hamma keltirgan misollari bo'lgan voqea deb ayta olmaymiz. Iso Masih vaziyatga qarab mana shunaqa hikoya aytib bergan. Lekin Yevropalarda bu narsani tushunmaydi, chunki qo'shnisini tanimaydigan odamlar uchun bu ajnabiydek tuyulishi mumkin. Lekin masihiylik desa, bizlar bunday sariq kiyinib olgan, bir soqollik, bunaqa qiladigan odamlar bilan almashtirib qo'ymashimiz kerak. Nima uchun sizlar masihiysizlar, aroq ichasizlar deydi. Men aytaman, hech qachon men aroqni ichganim emas. Iso Masihga iymon keltirganimdan beri men aroqni bunaqa men ichib yuradigan odam emasman shaxsan men. Sen adashtirib qo'yma deb aytaman-da. Shuning uchun masihiylik degan bir oldin din sotib oluvdim, endi Isoga iymon keltirdim, o'sha narsani sotdim-u boshqa narsa sotib oldim degan narsa emas. Bu masihiylik degani Ibrohim, Ishoq, Yoqub, Davud barcha payg'ambarlar ishongan yagona Xudoga ishonamiz bizlar. Tirik Xudoga bizlar ishonamiz. Sizlar kofirsizlar. O'zi kofir degan ma'nosi nimaligini anglab bilaylik. Yaratuvchi Xudoni borligini inkor etuvchilar kofir degani. Hatto yahudiylarni ham kofir deb ayta olmaymiz. O'zi aslida Xudoga topinish o'sha yahudiylardan kirib kelgan. Usullarini biz shundan o'rganganmiz o'zi aslida. Demak, so'z aytsam bo'ladimi? Bemalol. Bizlar endi O'rta Osiyoliklar, bizlar Osiyodan kelganlar
yoshligimizdan agar eslasangizlar, bütün Orus, Ukraynasları görsək, bizlərin millətimizdən bolmağan Европейс, Amerikansları, həmməsi bunlar Məsihi deyə düşünədilər də. Xuddi Günbatar yurtlarındakilər, bu yurtdakilər, həmmə Orta Aziyadakilər, həmməsi musulman degəndək, həmməsi musulman emas ki, bu yerdə hər xil adamlar var. Bizlərin millətimiz həm bütün Oruslar həmməsi Məsihi, bütün Avropayslar Məsihi, bütün Amerikalıklar bunlar Məsihi deyib düşünədlərdən sonra onların etkən yanlış işlərini görüb bütün Məsihilər şunda ikən deyib, ömründən şunda deyib qarab şunda işanadılar da. Şunun üçün bunlara düşünüklü buluş üçün biraz aytıb keçsək yaxşı oladı. Aslan Bey, sen Amerikadasan, mən Norvegiyadamam. Norvegiya Məsihi yurt deyib hesablaydılar, amma %90% Məsihə işanmıydı. Dinə devlet dini Məsihilik deyib kabul qılınmayan, amma haqiqatdan Məsihi olub yaşayan adam, Mukaddes İncil kitabı okuyduran adam, her günü ibadet edilen adam, bu yankıda açık saçık giyinip ya da böyle gelişiksiz zatlar etip, içip, piyan bulup, yollarda yıkılıp yatıp, o nerseler hakiki iman eden adamlarda yok. Ama her bir Rus olsun, Ukraynas olsun, Avropalı, Amerikalı olsun, onlar həmməsi Məsihi deyib işansanız, bu yanlış boladı. Məsihilər bu yerlərdə hem az. Məsihilər, hakiki Məsihilər, müqəddəs ruhdan doğulğan Məsihilər, İsa Məsihə iman edən Məsihilər, onlar Xudadan qorxub yaşayırlar. Belki bizlərin dinləyicilərimiz hakiki Məsihlərlə heç qaçan görüşməyən boluşu mümkün. Şunun üçün bunu deyib aytadılar da. Rahmat, Botir aka. To'g'ri. Hozir Akmal degan ukamizni mikrofonini ochib bera olasizlarmi? Agar qanaqadir qo'shimcha qilsa, u birodarimiz ham kira olsin. Keyin agar kimnidir, balki biz tanimagan odamlarda savoli bo'ladigan bo'lsa, bemalol u kishini ham mikrofonni ochib qo'ya olamiz. Erkin suhbatlashamiz. Bu yerda bizlar munosabat qilmoqchi bizlar. Relationship deydi-ku, munosabat bizlar o'rganyapmiz. Suhbatlashgan vaqtida, savol-javob qilgan vaqtda ko'p narsa ochiladi. Agar noto'g'ri fikr bo'lmasa, to'g'risini anglab ola olmaymiz. Shuning uchun kimda qanaqadir fikr bo'lsa, bemalol bildirish mumkin. Yaxshi, bo'lmasa ikkinchi savolga o'tamizmi? Aslonjon, mana shu bir ozgina aytsam maylimi? Ha, qisqagina, 5 minutdan oshib ketmasin, chunki savol juda ham ko'p. Yaxshi. Ha, xo'p. Biz mana musulmon yurtida yashaymizda, biz endi burug masalasiga yo boshqa narsa masalasiga kelganda, endi o'sha sharoitga qarab uzunroq ko'ylak, endi bu har kimning didi. Uzunroq ko'ylak bilan yursak, bu masxiylikka to'g'ri keladi. Hozir bittagina kichkinagina narsa Farg'ona borganda bir ayol xushxabar aytganda, u shofir aytgan, o'zingizga yaxshi narsalar gapirdingiz, lekin boshingizda ro'molingiz yo'q ekan degan ekanda. Endi shuni kelib chiqqan holda men o'ylayman, biz o'sha joyga ozgina bo'lsa ham o'zimizga qarab bir uzunroq ko'ylak kiysak, bu yaxshi narsa bo'ladi. Bu meni fikrim, endi har kim o'zi biladi. Bu qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan. Shuni aytmoqchi edim. Rahmat, hammaga rahmat. Ya, o'zi aslida qarang, bu sizni fikringiz emas, bizlar o'qiydigan muqaddas kitobda, Injilda yozgan ayollar boshida deydi, ro'mol o'rasin degan joyi bor. Endi bu masxiylik degani darrov ro'mollarni yechib taylab, mini yubka, buruklarda jinsida yursin ayollar degani emas. Endi masxiylar oldin ko'rpachada o'tirardi, endi stol-stulda o'tirish kerak degan narsa emas. Endi masxiylar oldin o'zbekcha gapirardi, endi masxiy bo'lib turib rus tilida gapirish kerak degan narsa emas. Yana bir marta aytayapman, masxiy madaniyat haqiqiy O'rta Osiyolik madaniyat. Iso Masihda kafan bo'lgan. Iso Masih kafanga o'ralgan. Iso Masih Elazarni tiriltirgan vaqtida g'ordan kafani bilan chiqib keldi. Xuddi o'zimizday. Endi masxiylik bo'ldi desa, o'lsa agar bironta inson unga kostyum buruk kiygizib, galstuk qo'yib, albatta aroq ichib, akordeon bilan qo'shiq aytib, cholib ko'mish kerak degan narsa emas, birodarlar. Agar shunday ko'milsa, haqiqiy masxiycha ko'mildi degan tushuncha bo'lmasin. Bizlar salgina kengroq fikrlashimiz kerak. Lekin bizlar yashayotgan muhitga ham qarashimiz kerak. O'rta Osiyodamizmi? Men juda ham hurmat qilaman o'zimizni madaniyatni. Men xohlamayman, hatto jamoatimizda mana shu o'zimizni madaniyatimizdan chiqib ketishga shaxsan men ruxsat bermayman. Yevropacha bir narsa kirib kelishiga ruxsat bermayman, chunki o'zimizning yaxshi an'analarimiz bor.
O'rta Osiyocha. Men shaxsan Amerikada yashasam ham bizni jamoatimizda xorda o'tirsa buruk kiyib xorga chiqmaydi. Bu qonun emas. Bu xalqni ham hurmati, Xudoni xizmati bu jiddiy ekanligini bilishimiz kerak-da. Bu kiyim albatta ko'plar Xudo kiyimga qaramaydi. Bizlar Xudo qalbga qaraydi deydi. Mini yubkacha bilan la qilib yuradi, keyin bironta zo'rlagandan keyin Xudo meni asramadi deb yuradi. Bunaqa qilmashimiz kerak. Muqaddas kalom aytadi, albatta boshlaringda deydi, ro'mol bo'lsin degan joylar bor bizni ta'limimizda ham. Masihiylik degani haqiqiy o'zim yashab, o'sib, ulg'ayib katta bo'lgan madaniyatda masihiylik bo'lgan aslida. Rus birodarlarimiz bor, ular ham juda ham Xudoni yaxshi ko'radigan birodarlarimiz bor, opa-singillarimiz bor. Ular ham Xudoni juda yaxshi ko'radi. O'rta Osiyolikmanmi? O'rta Osiyoni madaniyati yaxshi unaqalarni yo'qotib qo'ymaylik-da. Chunki bizlar masihiylikda O'rta Osiyolik o'zbeklar birinchi avlodmiz. Shu uchun bizlar o'rganamiz. Endi darrov stol olib olishimiz kerak. Uyga mehmon kelsa ham endi vilkada qo'yishimiz kerak, oq tarilka bo'lish kerak degan narsa emas. Masalan, shaxsan men qo'lim bilan osh yeyishni yaxshi ko'raman, moylari oqib ketib, qo'yib nonlarni to'g'risini aytayapman men. Endi bu degani o'zgartir degani emas. Shunday qandaymiz, xuddi shunday bo'lishimiz kerak. Oldin bolalarimiz o'zbekcha gapirardi, endi ruscha gapirish kerak degan narsa emas. Qandaysiz, xuddi shunday. Iso bizni madaniyatimizni o'zgartirish uchun kelmagan, eski o'zligimiz, gunohkor qalbimizni o'zgartirish uchun keldi. Mana fikrlarimizni yangilash uchun keldi. Madaniyatni emas. Ikkinchi savolga o'tsak bo'ladimi? Yoki bormi qo'shimcha kimdadir? Yoki savol? Men bir narsa qo'shmoqchi edim. Hozir e'tiborimizni ko'proq vasvasa degan narsaga e'tibor qaratyapmiz. Bizda kiyimni tolka vasvasa, mag'rurlikni ham belgisi bo'lishi mumkin. Ba'zi odam uzun kiyinishi mumkin, juda ham unaqa hashamatli kiyinadi. Misol uchun o'zida bo'lmasa ham birovdan olib to'yga boradi. O'zini boy qilib ko'rsatish. Xudo buni ham o'sha birovni vasvasaga solishga kiradi. Yo'qsirdi, kam ta'minlangan, o'sha salgina nochorroq oilaga o'sha hashamat kiyinish ham o'sha biz ko'pincha ayollarimizda shunaqa. Bir to'yga borsa, boshqadan olib bo'lsa ham har narsani toqib ketish kerak, ko'rsatish kerak. Bu ham masihiy tabiatiga to'g'ri kelmaydi. Bizlar kamtarinlik berilgan. Biz mana shu ikki tomonini ham ko'zda tutishimiz kerak-da. O'sha vasvasaga solmaslik, ikkinchi tomoni uzun kiyim bo'lsa ham shu kamtarona kiyinishimiz kerakki, yo'qsa ham vasvasaga tushmaslik kerak. Hozir bizlar faqat e'tiborimizni vasvasaga solyapti, tanaga e'tibor beryapti, tanani ko'rsatmoqchi degishda ham bor. Biz ikkinchi o'sha kraynis deydi, yo'l chet ikkinchi tomoni juda ham hashamatga, kiyimga e'tibor haddan ziyod berilib ketmash kerak. Misol uchun shu o'zini juda ko'rsatish, har safar yangi kiyim kirish, to'ylarda, boshqa joyda ayollarimizga ko'pincha erkaklar kiyinib ketaveradi bitta kostyum buraydi. Lekin mana shu narsadan Xudo aytayapti, yo'qsir odamni unaqa xijolat qilma deb aytayapti-da. U o'zini omadsiz his qilishi mumkin siz olingizda. Shuning uchun qanaqadir o'shani ham o'ylab kamtarona bo'lib yursak, Rabbimizning ismi ham ulug'lanib, o'sha inson ham o'zini omadsiz his qilmash kerak hayotda. Shuni aytmoqchi edim. To'g'ri, juda ham to'g'ri. O'zi aslida eng muhim bo'lgan narsa borda. Masalan, bizlar kiyinishda yopinib olishimiz mumkin, lekin ichkaridan qalbni o'zgartirishga ham harakat qilaylik. Men o'ylayman, bu fikrda kamtarin qalbni o'zgartirsak, keyin ochiq yalang'och yurishga ham odam iymanadi. Bunday yurganda ham noqulay bo'ladi. Eng birinchi o'ylayman, qalbimiz pokiza, kamtarin, itoatkor qalbga ega bo'laylik. Xudodan shuni so'rash kerak bo'ladi-da. O'shandagina kiyimni o'zgarishga mana bu vijdon ham qabul qilmaydi. O'zingizga ham bir noqulay bo'ladi, bir joyda o'tirsangiz ham bir qandaydir o'tira olmaysiz. Agar mana bu fikrimiz, yuragimiz agar o'zgarmasa, o'zimizni yaxshi ko'rsatib, yaxshimisizlar deb opini o'tirib, lekin qiliqlikni qilib yuradigan odamdan Xudo saqlasin. Bunaqa bo'lmashimiz kerak-da. Eng muhimi qalbimiz o'zgarsin. Masihiylar bizlar qalbimiz kamtarin bo'lsin. Agar qalbimiz o'zgarsa, kiy deb majburlasa ham kiy olmaydi. Yo menga to'g'ri kelmaydi bu deydi. Aslanbek, bu masalada agar bu masalada bir vaqt bo'lsa, biroz Yaqubdan ikkinchi bobdan bir oyatlar yodimga tushdi. Agar biringizlar o'qib bersangizlar.
Yakup 2. bobdan 1. oyatdan boshlab o'qisangiz, shu yerda yuz ko'rmakchilik borada bir aytadi-da, bu bizning madaniyatimizda juda kuchli bo'lgan bir narsa-da. Bizlar masihiylar bundan ehtiyot qilishimiz kerak, chunki yangi akamning aytishdek, nima uchun to'ylara yo'q bo'lsa ham bir yeridan olib olib shu ko'z ko'rkazmak uchun yaxshi zotlar kiyib bormoq istaydilar. Chunki odamlar tashqi kiygan kiyimingga, elinga taqqan yuzugingga, elinga taqqan soatingga, mingan mashinangga, yashagan uyingga qarab sana hurmat qo'yadilar. Bizning madaniyatimizda odamning ichki dunyosini, kimligi bilan hech kimning ishi yo'q. Yaxshi odam bo'lsa ham, u kambag'al ko'rinsa, unga hech kim hurmat etmaydi. Ammo yomon bo'lsa ham, gaplamaga bosharmasa ham aytadilar, saqov gapla bilmasa ham boyning bolasi gaplasin deydi. Shuningdek, madaniyatimizda dinga tashqi ko'rinishga ko'rib odamga hurmat qiladilar. Chunki hatto ana rasmiy yerlarga borganingda ham, bankaga bir yerga borsang ham, yaxshi kostyum bir yurtda zotda kiyib borsang, sen bilan boshqacha gaplashadilar. Oddiy egin boshda borsang, seni pisand etmaydilar-da. Shuning uchun bu problema shu davrlarda ham bo'lgan. Yakup 2. bobdan 1. oyatdan boshlab o'qisangizlar, bu yomon akamning aytgan so'zlarining ustini to'ldiradi deb o'ylayman-da. Yoqub nechi dedingiz? 2. bob. Oyat nechi? 1. oyatdan boshlab o'qisangiz. Jamila opa o'qiysizmi agar sizni mikrofoningiz ochiq bo'lsa? Mayli. Ey birodarlarim, ulug'vor Rabbimiz Iso Masihga ishonar ekansiz, yuz xotirchilik qilmanglar. Sizlarning yig'ilishingizga oltin uzuk taqqan, bashang kiyingan bir boy bilan ust boshi juldur bir gadoy kirdi deb faraz qilaylik. Agar sizlar bashang kiyinganga qarab marhamat qilib to'rga chiqing, gadoyga esa sen ostonada tur yoki shu yerda poygakda o'tir desangiz, sizlar bir odamni boshqasidan ustun qo'ygan bo'lmaysizlarmi? Bu bilan sizlar yomon niyatli qozilarga o'xshab qolasizlar-ku. Ey aziz birodarlarim, quloq solinglar. Xudo bu dunyodagi kambag'allarni iymonda boy qilish uchun tanladi. U o'zini sevganlarga va'da qilganday, ularga o'z shohligini meros qilib berdi. Ammo sizlarchi, kambag'alni beobro' qilib tashladingiz. Sizlarga jabr zulm qilgan boylar emasmi? Sizlarni mahkamalarga sudrab olib borgan ular emasmi? Sizlar Rabbimiz Isoga tegishlisizlar. Ammo bu boylar Rabbimizning ezgu nomini haqorat qilyaptilar. Agar sizlar muqaddas bitiklardagi o'zgani o'zingni sevganday seving degan Xudoning shohligiga oid qonunga amal qilayotgan bo'lsangiz, to'g'ri qilayotgan bo'lasizlar. Biroq yuz xotirchilik qilayotgan bo'lsangiz, gunoh qilyapsiz va qonunbuzar sifatida hukm qilinasiz. Kimki qonunning hammasiga rioya qilsa-yu, faqat bir narsada gunoh qilsa, u butun qonunni buzgan hisoblanadi. Chunki zino qilmang degan Xudo qotillik qilmang deb ham aytgan. Agar siz zino qilmasangiz-u, ammo odam o'ldirsangiz, qonunni buzgan bo'lasiz. Shuning uchun har bir gapingiz va ishingiz Xudoning ozodlik beruvchi qonuniga muvofiq bo'lsin. Zero Xudo har bir odamni o'sha qonun bo'yicha hukm qiladi. U shafqatsiz odamga rahm qilmaydi. Rahmdil inson esa hukm paytida Xudodan shafqat topadi. Rahmat. Ana bu problema shu paytlarda ham bo'lgan. Boy odam kelsa, unga to'rda o'tir debdilar. Kambag'al kelsa, unga eshiging yonida o'tir deb aytibdilar. Shu vaqtlarda ham bo'lgan, ammo masihlarda bunday qilish to'g'ri emas deb juda ochiq aytadi-da Yaqub. Bizlar ham bu so'zlarga quloq osishimiz kerak. Agar hozir o'sha savol bergan inson bugun bizni oramizda bo'lsa, demak, mana bu Injil o'qiydigan masihiy ta'limotida Isoning shogirdlari amal qiladigan kitobda demak shunaqa yozilgan oyatlar bilan bizlar keltirib chiqardik. Bu mantiqiy javob. Mantiq nima ekanligini anglab bilishimiz kerak-da. Mantiq degani bu asoslangan va hamma taraflama mana shu kalomlar bilan to'g'ri argument keltirib bera olgan bu mantiq deyiladi. Men yaqinda
bitta odam bilan gaplashayotgan vaqtimizda bir odam ikkinchi odam bilan savol javob qilayotgan vaqtida bir odam ikkinchi odamga savol beryapti, aytyapti, aka, men gapirayotgan vaqtimda siz meni ham kutib, meni ham eshiting, chunki men sizni kutib o'tiribman-ku desa, ikkinchi odam aytyapti, bo'ldi, shu turish ham sen o'zi o'tirib qolding desa, atrofdagilar va bofladi, mot qilib qo'ydi deydi. Lekin agar aqlli odam bo'lsa, bu mot qilish deyilmaydi. Bu mantiqiy mot qilish emas. Bu yerda so'z o'yini bilan so'z topib bergani mot qildi degani emas. Shuning uchun bizlar aqli raso odamlar bo'laylik, mantiq nima ekanligini ham tushunishimiz kerak. Hozirgi savolga men o'ylayman juda ham mantiqiy javob bo'ldi. So'z o'yini bilan mot qilib qo'yish emas. Aka, siz gapirganda men jim o'tiribman-ku desa, ikkinchisi, sen shu turish ham o'tirib qolding, bo'ldi, endi o'tirib qolding endi desa, va atrofdagilar, zo'r mot qilib qo'ydi, ana endi nima deysan deb ma'qullayapti. Lekin bunday o'ylangda, bu mantiqiy mot qilish emas. Men aytaman, biz shunchalik ham mantiq nima ekanligini tushunmaymiz deyapman-da. Sal tushunishimiz kerak. Mantiq degani oyat bilan muqaddas kalomga asoslangan holda to'g'ri misollar bilan keltirib berish, bu aniq tiniq javob ola olgan odam bu savolga javob berdi degani. Bu mantiqsiz so'z o'yini bilan javob berish, uni mot qilish degani emas. Javob berdi degani ham emas. Bu qoniqarli javob ham emas-da. Rahmat, birodarim, aniq tiniq qilib tushuntirib berdingiz.